SCCA o'zi nima? SCCA bu Association of Chartered Certified Accountants. Oddiy qilib aytganda, bu dunyo bo'yicha tan olingan moliya va buxgalteriya sertifikati. Agar siz finance, accounting, audit yoki management sohasida ishlamoqchi bo'lsangiz, SCCA bu juda ham yaxshi tanlov. Eng zo'r tomoni, SCCA 180 dan ortiq davlatda tan olingan. Ya'ni siz faqat bitta davlat bilan cheklanib qolmasdan, xalqaro miqyosda karyera qilsangiz bo'ladi. Va eng muhimi, SCCA faqat teoriyadan iborat emas. SCCAda siz real biznes ko'nikmalarini o'rganasiz. Financial reporting, audit, tax, performance management. Va xavotir olmang, siz Einstein bo'lishingiz shart emas. Eng muhimi sizda intizom, davomiylik va ozgincha logika bo'lsa yetadi. SCCA bilan siz xalqaro kompaniyalarda ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun Big 4 yoki Big 3 kompaniyalarda yoki boshqa katta kichkina kompaniyalarning finance department, ya'ni moliya bo'limida. Bu bilan siz xalqaro karyera imkoniyatlariga va kuchli professional mavqega erishishingiz mumkin yoki shaxsiy biznesingizni ham boshlab olsangiz bo'ladi.